Eng yaxshisi o yerga berish niyatingdan yo'q. O yerga borsang, qaytib kelanmasliging mumkin. Menga amal yo'q bova. Bo'ynimda sirtmoq bor. O zaharlanib o'libdi. Bakil xatarlik. Ali, bu yerdan tezroq kelsak bo'ladi. Ularning orsidagi birisini yilon chiqib olibdi. Qaranglar. Avuq qumda o'zining ustida bir ko'z yinib o'tdi. Hey, bir ashapini oldinglarmi? Biz jasad burgilarining orsida qopdik. Qatayli! Ular beni ko'pga. Qatayli! Qatayli! Tez bo'linglar. To'rtinchi bob kepan o'g'risi. Muzdek bir chilak suv beshimga qo'yilishi bilan cho'chib hoshimga keldim. Ko'zimni o'g'lay deb qo'limni ko'tarishimga qo'limning ham putimning o'rindiqqa bog'lab qo'yilganligini sezdim. Kuchli chiroq nuridan ko'zimni ochamay qoldim. Ochchig'imda zardi bilan varqirib etdim. Bu o'lgur! Gaping bo'lsa ochiq qilishmamsan. Odam qiynashda boshqa ishing yo'qmi? Yaxshi, gapni ochiq qilishimizmi? Heliq xotinning gapi anglishi bilan tang kostyum kiygan meningdan ikki chiqqudek. Tambalarak birisi chiroqni boshqa yoqqa qartib oldi. Atrofga qardim. Ko'pkik simon tamdan boshqa narsa yo'q. Tor ham pakar uy. Yuragim ansiz so'qishga boshladi. Uchsida soch formasi bo'zchu kashki. Yuragim sal joyiga tushdi. Biroq Mao Bronovikdek odashning alpozidan kallamga jonni oladigan qiyin qistoqlar kelyotdi. Sen gapni ochiq qilishni deganting shundaq-ku? Beshimni ko'tarib oldimga qardim. Bayamqi kuchli chiroq nuri ko'zimni chiqib o'tkashga aniq ko'ramadim. Asta aslimga kelib, qayta sinchilab qardim. Oldimda figura alomat qamlashgan. Xurum chapan kiyib olgan bir qiz menga homiyib qarab turibdi. Shundaq, men dedim. Sizlar kim bo'lisizlar? Nimaga meni tutsizlar? Avvalchi qizlardan keladi. O shundaq deb qo'li bilan kichik bolani erkalatgandek engimni noqib qo'ydi. Mayli so'zla, sana o'tinay. Hech kimdan qo'rqib ketmagandek tamkin so'zlasam-mu, hozir qo'rqishimni bir Xudodan bilak hech kim bilmaydi. Ayollarga bunda qo'pol muomala qilishingni ancha yoqtirib ketmayman. Sen menga nima qilganga yaxshi muomala qilaman, ha? Hechdan hech yo'q, tutib kelib qiynag'inin qama? Hechdan hech yo'q demsa? Masxara aralash kulib ketdi u. Va yenidagi heliqi odamga bo'sh tvitinglar dedi. O put qo'limdagi arg'amchini kesib yetib, kayni tarafimdagi kichik eshikning o'dlig'i berib turib oldi. Qarg'anda put qo'lim bo'shagan bilan bo'ladin bo'shanmoqdakman. Ali, asli sening ishingga aralashqimiz yo'q edi, ammo sening bizga loziming bo'lib qoldi. Lozimim bo'lsa, yordamni mushundaq so'ramda. Bizga mushundaq qilmay amal yo'q. Bo'yningga mushundaq sirtmoq sanmasak bizga yordam qilmaydiganing aniq. Yordam qilmaydiganligimni sen qanday bilasan? Chunki biz sening qandaqligingni obdan bilamiz. Bizlar emas, asoratlik bilan shug'ullangan har qandaq odam sening qandaqligingni biladi. Sen yanchi qo'nki pulning qandaq kirganini bilmasang, tashlab etishga roziki, hargiz qashlamaydigan odamsan. Amsi nimishqa lozimligimning sababini deyishsang bo'lmamda. Desam texmi yordam qilmaysan, shunglashqa seni tutib kelishga majburman. Bizning avtonom rayonlik qadimiy yodgorliklarni asliga keltirish o'rinining boshlig'i olimni sen taniysan-ku deyman. O, hiliqi jingini o'zi ep qilib, soxtasini davlatga o'tkazib mukofot olgan qizil ko'zmi? Qas qilgan ovoz bilan og'zimdan qon o'qdek etilib chiqdi. O'rindiqdan necha mollaq etib, tomga tirilib to'xtab qoldim. Hiliqi rasvo, egiz poshilliq oyog'i bilan tumshug'img'il tepgan edi. Bu o'lgur buzuq. Qiz boldab izdani qilsam bilmaysan, ha? Zardi bilan o'rnimdan turdim. Turishimg'ila Hilqi Bronovik eshik tuvidan kelib, bir qo'llab kekirdigimdan tutib tomga tirab, bir ko'tamasmi? Nafas ololmay ko'zlarim poltiyib chiqib ketdi.
qanchalik tipirlasammi foydasi bo'lmagandek qiladi. Shu daqiqada bir ish esimga kelib, heliqining jon yeriga birini tepdim. Heliqi daraza varqirg'inicha ikki qo'li bilan chatirg'ini tutib o'ltirib qoldi. Kekartigim bo'shab, xuddi suvda tunjiqib chiqqan odamdek havoni to'ymay ichimga tortdim. Ozroq esimga kelgandekmi bo'ldim. Jon ochchig'imda tumshuqiga kelishtirib birini sapdiman. Qattiq ochchig'i keldi bo'g'ay, o'rindan turay degishiga yana birini salmoqchi bo'lib qo'limni ko'tarishimga pang qilgan ovoz bilan ikkimiz o'rnimizda qaytib qoldik. Heliqi xotin tapanchini to'risga qartib turadi. Tapanchining uchidan so'z is chiqib turadi. Tapanchini asta menga qaratdi. Qiyni qo'lingdan kelganini qilmamsa? U zardi bilan gap qildi. Heliqi birovnimikmi mening jimiqqinimni ko'rib, qo'somga birini mushildi-da, yaqamda so'rab o'rindiqqa o'tirg'izdi. Ya bizga yordam qilasan, ya bo'lmasa o'zing bilan tang heliqi qeyrni yana unimi qabranga tang elib kirib ketsan. U shundoq deb Tomning bulungini ko'rsatdi. Tomning bulungi qorong'u bo'g'ishqa toza aniq ko'ranmagan edim. Baya hoshimga kelganda toza diqqat qilmabdiman. U Tomning bulungiga berib, beshiga xalta kiydirgan birini tortib oldimga ep keldi va beshidagi xaltini evatdi. Uning chiroyini ko'rib, ya xushal bo'lishimni, ya xafa bo'lishimni bilamay turib qoldim. Matyan? Ali? Ular kimda Ali? Matyan mening qiyomatlik qarindishim desam ortiq ketmaydi. Ular nima sababdan uni bu yerga ep keldi? Ochchig'imda heliq xotiniga qarab varqirdim. Nima qilsam meni qil, uni aralashtirma. Ma'qul, undaqda bizga yordam qilsa, bo'lmas qandoq bo'ldig'ini bilgansa? Bo'ladi. Nimaga yordam qilaman? Qanida? Uni qo'yib, hozirlik qo'yib. Men uni nuriga yo'l mengib aran deganda turmidan achiqib qo'yib bersam ziyon tortib qolmamdim. Avval gapimni angla. Bayam dedim, boshliqimiz olim qumliqda yo'qab ketdi. Uni izlab tepishga yordam bermasang bo'lmaydi. Qumliqda nima borgan o'saqti bizga? Uni bilmaydigan odamdek turamdim. U huquqidan foydalanib, qanchalik osar atiqlarni besiqtirayotganini sen bilamsan. Onun bilan mening korim yo'q, ammo bizning vazifamiz uni qutqizish. 2 hafta burun u qumliqdagi yangi bayqalgan qadimiy xarobalikni tekshirgili 2 guruhga odamni boshlab qumliqning ichiga kirib ketdi. Jami 18 odam. 3 kun burun ular bilan bo'lgan aloqa uzilib qoldi. Uning buyrug'i bo'yicha aloqa uzilib qolsa, darhol qutqizish atirti avatishni aytgan. Bizning qutqizish atirtimiz tayyor bo'lib bo'g'ili 2 kun bo'ldi. Ammo yo'l boshlig'uvchimiz yo'q. U shundoq degash, menga qarab qishini etib qo'ydi. U sen yo'l boshlab mangisan degan ma'noni bildiradi. O'zimni to'xtamay kulib etdim. Men yo'l boshlandim. Oljibsan. Men qumliqqa bir qaytimi kirib baqqan emas. Ham nega qandoq bordig'ini bilmasam, kim boshlab mangdi, ha? Buni odam usishdan boshqani bilmaydigan boqtalat odamlaringmi? Ular gap so'z qilmay, xuddi meni yevitidigandek tikilib qarab o'tadi. Ularning chiroyidan ko'nglim sal andishiga tushib, ularning qo'lida ekanligim esimga keldi. Gap so'z qilmay, ularning chiroyiga qarab o'tirdim. Sen boshlaya olaysan, bayam dedim-ku, biz sening qanday odamligingni bilamiz deb. U shundoq deb kayniga burilib, kichik so'mkidan bir tutam varaqni ilib oldimga otdi. Nima bu? Xaridimi? Ko'rib baq, sening materialing shu. Bu gapni anglab, varaqni qo'limga ilib, tafsili ko'rishga boshladim. Darvaqa mening materialimkan. Mening qachon, nada, qaysi qabrga kirganim, nima ep chiqib, kimga o'tkazganimdan tortib, hammasi yozilgan edi. Acaba ular saqchimidi? Qaraganda piyimga tushgili xeyli uzun bo'lgan o'xshaydi. Meni o'ltirmagan bilan bu necha varaq saqchilarning qo'liga tushsa, oxirini o'ylashdan qo'rqib ketdim. Ediyandan o'tmayotgan o'xshamamdi yoki men o'tkazib qo'yamdim. Eliq xotin zaharxandlik bilan kulgash menga tikilib qarab o'tadi. Sen saqchi o'xshamamsan. Yo'q, ammo xizmatim o'xshib qoladi. Men o'ylashib baqay, vaqt beringlar.
Ma'qul. Sana bir akşam vaqt beray. Atigan ya yo'lga chiqamiz, ya seni va ma'mu tungan do'stongni yo'lga solamiz. U shundoq deginicha tapanchining uchi bilan peshonamga noqib qo'ydi. U egiz poshilliq oyog'ini taqildatib chiqib ketgach, hiliqi Bronovikqa topildi. Onunga obdan qaranglar. U chiqib ketib, eshikni ching yopdi. Sirtdan eshikning solingan ovozi anglandi. Amdi qorong'u. Zay uyda men bilan Matiyalla qolgan edi. Ikkimiz quchoqlashib ko'rishdik. Ikkimizning qanday qilib bu yerga kelib qolganligimiz to'g'riliq hayronlik ichida so'rashdik. Sen chiqib ketgandan keyin turmada bak zerikib ketdim adash. Ya'ni shu burunqidek urush jidal bilan o'tdi dedigina. Bir kuni soqchi kelib, seni birisi kepillik ep chiqib ketadigan bo'ldi deb meni chiqaribdi. Men hayronlik qoldim. Ya'ni 12 yil batursa, mayli nimali bo'lmasin, chiqib ketadigan bo'ldim deb xo'sh bo'lib ketibdiman. Kim bilsin turma darvozasidan chiqishim qila, seni urgan hiliqi daroz bilan najjisi beshimga xolt kiygizib mushiyaga keldi. Men seni ko'rib hayron qoldim. Sen-chu, nemish terib yurding? Nemishqa bizni tutdi? U hayronlik bilan to'xtamay so'raydi. Uning ko'ziga qarsam, bu ishlarni mendan ko'rayotgandek qiladi. Uningga yalvurgan talaffuzda gap qildim. Do'stim, menmi bilmayman. Senmi ko'rding? Menmi ularning kimligini bilmasam, Qaraganda ular odatdagi odamdek qilmaydi juma. Umi shundoq deginicha beshini langshitdi. Ikkimiz xeyli bir vaqtlargacha mungdushib, uning qanchalarda uxlab qolganini bilmay qopdiman. Uning chiroyiga qardim. U hech bo'lmagandek xo'rakni bo'lishiga tortib uyquga ketgan edi. Chiroyimi, xo'yimi ozroqmi o'zgarmabdi. Turib, uningga ichim og'rib qoldi. Men sabablik uningga bir ish bo'lib qolishidan bakmo ansiraydim. Chunki u hayotimdagi eng yaqin odamim desam ortiq ketmaydi. Esimni bilsam, yetim bolalarni beqib oladigan paravalliq o'rinda turdi ekanman. Hamma meni Ali deb chaqirdi. Men ota-onamning kimligini bilmaydim. Paravalliq o'rindagi boshqaruvchilar bilamdi yoki bilsimi bilmaski salamdi. Ota-onamni so'rasam, bilmaymiz degan javobdan boshqa javobga erishamaydim. Menmi bu turmushga kunib ketgan edim. O vaqtlarda mening birlig'im bor edi. O bo'lsa-mu tamoqni to'yg'ichi yesam deydim. 6 yosh vaqtlarimga o'dayman. Urumchilik bir ayol meni bequvonmoqchi bo'lib, Darildamdan ip ketdi. O chaqda men xushlig'imdan beqavogan opam nima desa ha deb buyrug'iga itoat qilib yurardim. Chunki meningmi oilam bo'ldi deb o'ylaydim. Ammo ish o'ylaganimdek chiqmadi. Asli u bolalarni tarbiyalab, o'g'irlik qiladigan xotin emasmi? Necha kun yegan ishkandakmi bo'ldim. O'ynaganmi bo'ldim. Shaharning manziralik joylariga apag'anmi bo'ldi. Bir kuni tong saharda tatliq uxlavatsam, qattiq tekkan tastak bilan cho'chib uyg'ondim. Qarasam, hiliqi rasvo oldimda ho'miyib qaraydi. Nima ishni xato qilganimni bilmay, tastakdan chiqqan yuzimni silab qarab turardi. Rollada Bayon ham Ali rolida Shuhrat Abdurahmon, Matiyan rolida Rahmatulloh Hizbullah, Sirliq Bovoy rolida Yoqubjon Yosin, boshqa rollarda Musajon Muhammad.